Dadamning beshidek oppa qilib ketgan boshdan anda qarchosh chiqmaydi. Qo'shmayman. Cha bakalım. Nima ishi la? İşip qalğan şeyler olsa chiqmamlar şunu bir yeyla. Bu oshxonada ish qolgan seni chiqmaydi. Manda nima yeyishlar demayman-da, nima tomoq yeylar demayman Nufkan. Ha, ishkiniz o'xshash olgandan men nima yeylar deb qoldim hamda. Qanday o'xshash bo'ldi-da? Nima tomoq yeylar bilan nima yeyishlarga o'xshamaydigan gap bor. Ve lag'mandan bir ishkini bir chiqsa. Ma'qul. Hozir chiqib beray. Acaba bir o'xshatda bu osh. Ha, o'xshatda. Yani bir qaçıda yemdoq. Voy bo'ldi, oyat ishak, ayak shilto'sa. Sen o'zing yeysan yajma, men yemayman. Ben ayakçıda bir işte bir eksik solab tiken. Ya bir edem yo'qroq vaqtda chiymetdik. Men oshbek o'xshatdi deyim, tilimni o'xshatlam qoldi deyman. Menan yana bir qacha yegim batda. To, bunga ben faba. Nima qilay dersen? Yeyman ana. Voy numsom. Manda qilma. Senga qilma ishon ya bira. Ey mulozim. Oh, Makasa? mana. Qaysa hocam nim bu endi? Bu chochiqqa yuridi ya bu oshni yeb bo'lgan vaqtida adamni bir g'ayr qilib. Oy, opla. Xafamizmi? Hozir almashtirib chiqib beraman. Ma'siya. Saat turibdi acha. Hamsa. Rahmat sizga. Qanday bir em to'ygandakmi ya? Charek yemdoq. Voy bo'la endi. Dedim ikkini yeb bo'ldingiz. Bugun nim bo'ldi bular menga jep ketib ketdi bu og'zimga. O'xshatdi oldi. Yana charek yesam bo'pti. Bo'la. Yey. Dedim bosman neyli. Ey mulozim. Mana. Qaysi afgan bu oshni yeb bo'lganda yana chiqyapti ya bu chach. Sizning tozaliqmi shundan nachar qilamsizlar-da. Yo'q, biz bu oshxonada qattiq unda bo'lmaydi bu. Tozaliqimiz bek yaxshi. Ne bo'ldi? Mana unda ishga qitim bo'ldi desa, oshni yeb bo'lay deganlar işte chosh chiqib qilyapti-da bu. Qanday gap endi ustam? Ha. Taqisa. Aynen. Maçaş. Ha. Masal tamakni yeb qaçını uppak qilib, grim qilib, eynek qilib etgan vaqtda chiqayotgan ma uzun chash, shu tamakdan chiqdashda. Ha, yaxshi lag'man bilan chirkitib qolmabdi men gilimga. Shunday majib bir uzun budra otning qilidek ko'chashgan bu. Ma'qul. Mush ustam degan qo'y nima hisob qilyapman, to'lab chiqayman. Bir to'g'rislar, ma'qul. Qanday? Bura bir silsilab qo'yayversa ham. O'xshatamda. Ash qachadan chiqargan qop-qora budur uzun chash. Men adamning beshidagisiga o'xshatamda. Bizdan oshpaz. Chong dadamning beshidek oppa qilib ketgan boshdan anda qarchosh chiqmaydi. Naldi uzib sog'anlar o chashni. Anda qilishib ketmanglar. Bo'ldi ustam siz ishlarni qilaversa bo'ldi. Anda qilishib ketmanglar. Yonchiqda bo'lmas desanglar bo'ladi emasmi? Birar tomoq deganda bo'libdi deyvit emas. Bizim tushunimiz turmushchilik deganda manda qilish ketmaydi. Qopimizda. Asli o pul yo'qdan ish emas. Mallag'man bek o'xshab ketib ekan, endi men bir xotin kishi olgan ekan, 2-3 qacha kendi yesam, o'tag'im zam qotulsin deb shuni ishlatgan amal emasmi men bu. Shuni ishlatgan amal deb o'taydan boshlardan qarib tortib ekilib, uzib ma'noga sallar deylar. Bilan nima korimiz deyman. Bu bo'lib nima bo'libdi? 3 yesir, 4 yesir, to'qchilik jahon bu. Pulni o'zimiz topamiz, haq bizga bujmoqcham pul vermaydi. Ustam şu bu lag'manga bir nima sağam bo'g'itlar, bek o'xshab ekanmish. Juga ishga qacha yepmi, to'ymidim, muhtama hech bilmadim bu. Bayam shunda qildik. Shundan ham işte bu yerda o'zib selish ketmaydi. Shu nima soldinglar, yana yegim kelyapti, desizlar, shuning amalini bizimizda men deb birdim emasman. Tangjon, ayaklavka. Mana, mushni saqin. Xushbo'y o'ylag'man tam xurja. Mushni saqin.
Shuning bilan sizning chash ma'ning ichidan chiqdi. Shundan bor. Shunda o'xshab ekan bu men bir sert bu ustam bir sert qilib qoldim jiman. Unda unda qilishmoqlar deb. Ma'qul, ma'qul. Men beraman. Mani çavuşladı bexosdan bilib pul to'laversam Yo'q, bo'ladi. chavshida asir bo'ladi. Ma'qul, rahmat ustam. O'pam bo'ldi.